Mana Zangatesiki rezidensiya qurilish qismiga, ya'ni prorabskiy отделiga kiryapmiz. Hozir bu yerda sekin qurilish haqida ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Biz Zangatesiki rezidensiya qurilish haqida ma'lumot olmoqchi edik. Ozgina qisqacha gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Mana ramni ko'rsatsam osonroq bo'ladi. Zangatesiki majmuamiz 6 ta blokdan iborat. O'shalar 4 tasi 12 qavat, ikkitasi 7 qavat binolar. Bugungi kunda mana bu 7 qavatli bino konstruksiyasi 100% tamomlangan. Tom qismlargacha yopilgan. Hozir mana 4-blogimiz 4-etajda qurilish ishlari olib borilmoqda. Endi bizda dokumentatsiya bo'yicha keladigan bo'lsak, hamma anaqamiz 100% davlat normativlariga to'g'ri keladi. Qurilish jarayoni bo'yicha agar ma'lumot kerak bo'lsa, biz qurilishimizda ichki nazorat deyiladi. Hozirgi paytda bu prorab va texnik nazorat deydi. Bu o'sha qurilishning sifatini tekshirib beradigan nazoratchi bor. O'shalardan ma'lumot olsa bo'ladi. Xuddi shunday, endi biz qurilishni ichiga, qurilish territoriyasiga tashrif buyuramiz. Marhamat. 3-blogimiz bo'yicha podgotовка ishlari bajarilib bo'ldi. Endi bu ishlar bajarilgandan keyin gidroizolyatsiya ishlari bajariladi va betonli plita quyish ishlari bajariladi. Bundan keyin demak, bizga xuddi shu ko'rinishda dachik ko'tarib ketadi. Keyingisida davom etib betonli analitik beton ishlari olib boriladi. Tushunarli. Mana ko'rib turganingizdek, mana hozir 3-blogimiz mana shunaqa holatda. Ko'rsangiz bo'ladi. Demak, biz hozir 4-blokni pod'ezd qismidamiz. To есть birinchi pod'ezdda. Bu yerda hozir tepaga chiqib ketsak bo'ladi. Bizdan yamizda koridorga kirsak bo'ladi, to'g'rimi? Qani? Bu yoq hali yopiladi. Yopiladi. Gazoblok bilan paxtachilarning gazoblok qismimizda ishlarimiz bor. O, lift ekan. Pod'ezdni ishlarimiz ustida. Blogimizda to'rtta ishlarimiz bor. Hozir bu yerda rigillarimiz bor. Kolonnalarimiz qalinligi qanaqa? Kolonnalarimiz qalinligi 2 santimetrga iborat. Nimamizcha, tepamiz qani har bitta etajimiz orasi monolit ekan, monolitning qalinligi qanaqa? Monolitning qalinligi 19 santimetrga iborat. Juda yaxshi. Mana shunaqa holatda qurilishimiz hamma podrobniy ma'lumotlarni отдел продажамizdan endi olsak bo'ladi. Qurilish ko'rdik. Endi biz Zangatesiki rezidentda sotuv bo'limiga kiramiz. Ya'ni shartnoma olish uchun. Xo'sh. Sotuv bo'limiga kirdik mana. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Biz hozir ko'rinish ko'rib chiqdim, qurilishni. Endi sizdan shartnoma olmoqchiman. Qanday asosda olsam bo'ladi? Demak, qurilishimizni loyihasini ko'rdik, ha. Bu maketimi? Yo'q. Hozir siz tushuntirib bering qisqagina. Qurilishda biz ichini ko'rsatib beramiz. Qisqacha tushuntirib o'taman. Bizda hozir sotuvimizda 2 ta loyihamiz bor. Birinchi blok, ikkinchi blok. Hop, ko'rsatilgan bo'lsa, necha xona edi sizga? 2 xonali kerak. 2 xonali. 2 xonaligimizda deylik 60 kvadratdan 70 kvadratga bo'lsa, 64 kvadratga xonadonimiz bor. Kirganingizda koridorlarimiz, alohida 2 xona, yoqadan oshxonadan balkonga chiqasiz. Xo'p, menga ma'qul bo'ldi. Qanday shartnoma olaman? Shartnoma olishingiz uchun bizga sizni pasportingiz kerak bo'ladi. Pasportingizni bersangiz, biz 2 tomonlama yuridik kuchliga shartnoma qilib beramiz. To'lovlarimizni bank orqali bo'ladi. Xo'p, boshiga qancha to'layman? Boshiga o'z imkoniyatingiz darajasida qilib beramiz. Hozirda
15-gacha aksiyalar ketyapti. Ya'ni 2 xonalilarimiz uchun 50-60 mingdan boshlang'ich to'lov. Qolganini 3 yilgacha foizsiz bo'lib to'lashga qilib beramiz. Bo'ldi, bundan shartnoma berasizmi? Pasportingizni berasiz. Bo'ldi. Demak, do'stlar, biz shu tarzda shartnoma tuzamiz. Sotuv bo'limiga kelinglar, bemalol Zangiota Prezident